Quvonarlisi, bugungi kunda tadbirkorlarimiz nafaqat yurtimizda, xorijda ham faoliyatini boshlayapti. Kunchiqar yurt mamlakati Yaponiya, dunyoning raqamlashgan, biznes ham rivojlangan davlati. Tadbirkor Bunyodbek Ibragimov esa aynan shu yurtda biznes qiladi. Faoliyat turi O'zbekiston tadbirkorlariga mahsulotlarni Yaponiyaga eksport qilishga yordamlashish, mamlakatimizdan Yaponiyaga mahsulot import qilib, uni sotish va konsalting xizmatlaridir. Yaponiyada 7 yillik tajribaga ega tadbirkor uchun bu mamlakatda biznes qilish muammo bo'lmay qoldi. Endi kompaniya ochishdagi birinchi murakkablik masalalar o'sha xorijliklar uchun viza masalasi. Kelib bu yerda o'sha ochish masalasi bo'yicha, demak, ustav kapital yoki o'sha investitsiya miqdorida investitsiya qilish kerak bo'lgan sharti bor va o'sha rahbar masalasi, direktor bo'lish masalasida o'sha viza talablariga javob berish kerak. Bu yerda endi boshqa davlatlardan shunaqa 1 yillik viza berib, o'sha bilan sizni faoliyatingiz, soliqlarni to'lashingiz, pensionni o'sha jamg'armalarga majburiy badallarni to'lab borishingizga qarab turib vizangiz yangilab boradi. Bu birinchi qiyinchilik tarafi. Bu yerda soliqlar yuqori, demak, ijtimoiy himoyaga, soliqqa, pensiyaga yuqori hisoblanadi. Bu birinchi o'sha viza bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi mana bu soliqlar masalasida muammolar bo'ladi, qiyinchiliklar. Ushbu mamlakatda biznes boshlashingiz uchun sizda hamma narsa tayyor bo'ladigan bo'lsa, startap loyihalar tasdiqlansa, mamlakatning sizga atagani bor. Uning ham qiymati kam emas, $100,000 atrofida. Albatta, bu ham loyihaning salmog'iga bog'liq. Ommaviy g'aznasi bor, davlatning tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash bo'yicha. Bu yerda o'sha biznes planingizni taqdim qilsa, birinchi startap kredit deb aytamizmi, sudasi deb aytamizmi, shuni beradi. $100,000 yaqin bo'lgan summa beradi. Farqli tarafi, boshqa kreditlarda bizda solidar subsidiar javobgarlik bo'ladi. Ya'ni rahbar faqat kompaniya emas, rahbar o'z mol-mulki bilan qo'shimcha javobgar bo'ladi. Agarda biznes bankrot bo'lsa, boshqa bo'lsa, risk kam bo'ladi. Ya'ni buni siz shaxsiy mablag'ingizdan qoplamaysiz, o'sha kompaniya yurib ketsa qiladi. O'sha agar u kompaniya bankrot bo'lsa, qaytarmaysiz. Bo'ldi, bu yopiladi bundan so'ng. Bunyodbek Ibragimov ham bugun Yaponiyaning o'zida yillik $1 million aylanma mablag'ga ega tadbirkor va bu unikal loyiha 5 kishi bilan amalga oshirilar ekan. Shu bilan birga spikerimiz mamlakatimizda ham 6 ta kompaniyasi borligini qayd etib, Yaponiyada biznesini boshlamoqchi bo'lganlarga tavsiyalar berdi. Oxirgi 7 yilda ko'radigan bo'lsam, biznes boshlagan payti $1 100 yen. Hozirgi kunda $1 147, 148 yen. 40-50% da demak yenani qadrsizlanishi bor. Ya'ni siz bu yerda pulni saqlab tursangiz ham qadrsizlanib qolishi mumkin. Xarajatlar masalasi, ish haqlari qimmat baribir Yaponiya rivojlangan davlat. Aholi demak minusga ketyapti bu yerda. Aholi ko'payayotgan jamiyat hisoblanmaydi. Kamayayotgan jamiyat hisoblanadi. Chunki bu yerda ham bozorni o'sha qisqarib borishini inobatga olish kerak bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, qaysi mamlakatda biznes qilishingizdan qat'iy nazar u davlatni har tomonlama o'rganib chiqishingiz va rivojlanishga ko'zingiz yetsa, boshlashingiz juda muhim bu borada.